Matematika fanidan 1-dekabrda o'tkazilgan milliy sertifikat imtihonlariga tushgan original savollar tahlilini davom etamiz. 38-misol. Bizga quyidagi kvadrat uchqat berilgan. Kvadrat funksiyaning parabola uchi 1,4 nuqtada. Parabolani OX o'qini -3,0 va K,0 nuqtada kesib o'tadi. A shart A plus B plus C taqsim K ni topish kerak. B shart Jx'imiz barobar 3f x taqsim 5 minus 2 bo'lsa, Jx funksiyaning parabola uchlari koordinatalar yig'indisini toping. A shartga ko'ra A plus B plus C taqsim K ni topishimiz kerak. Kvadrat funksiyani quyidagi ko'rinishda tasvirlab olamiz. Bu ko'rinishni tasvirlash kvadrat funksiyani parabola uchi yordamida yozilgan formulasi deb ataymiz. Shu formulaga ko'ra 1,4 nuqta parabola uchi bo'lgani uchun o'rniga qo'yamiz. Va quyidagi funksiya hosil bo'ladi. -2 dan 0 ekanligidan foydalanib, x o'rniga -2 qo'yib 0 ga tenglashtirsak, a ni qiymati kelib chiqadi. A imiz -4 taqsim 9. Va k da teng 0 ekanligidan fk barobar -4 taqsim 9 ko'paytiramiz. K -1 kvadrat plus 4 barobar 0. Soddalashtirsak, k -1 kvadrati 9 ga teng. K1imiz 4, K2imiz -2 chiqadi. -2 shart emas, biz 4 ni qabul qila olamiz. K imiz 4 ga teng ekan. A plus B plus C taqsim K imiz, ya'ni A plus B plus C ni topishimiz uchun f ni 1 da qo'ysak, A plus B plus C hosil bo'ladi. Natijada 4 taqsim 4 1 ni beradi. 1 da beradi. Endi B shartga o'tadigan bo'lsak, fx ko'rinishi bor bizga, mana topib oldik. A shartiga ko'ra fx taqsim 5 ni topamiz, ya'ni x o'rniga x taqsim 5 qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda. Endi jx'imiz 3 ko'paytiramiz fx taqsim 5. Ya'ni mana bu chiqqan funksiyani 3 ga ko'paytirib 2 ga ayiramiz. Soddalashtirsak, jx ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, hosil bo'lgan j funksiyaning a qiymati -4 taqsim 3 ga teng, y0imiz 10 ga teng. x0 ni topishimiz uchun qavs ichkaridagi ifodani 0 ga tenglashtirsak, x0imiz 5 kelib chiqadi. y0imiz 10, x0imiz 5 qo'shsak 15 hosil bo'ladi. 39-misol. Mana -9 va 3 oralig'ida fx funksiyaning hosilasining grafiki tasvirlangan. Funksiya hosilasining grafiki tasvirlangan. Biz endi fx ning -5 va 3 nuqtadagi qaysi nuqtada eng katta qiymatga erishadi? Funksiya eng katta qiymatga erishish uchun funksiya hosilasi plusdan minusga o'zgarishi kerak. E'tibor bersak, -3 nuqtada plusdan minusga o'zgaradi. Ya'ni y qiymati plus edi, minusga o'tadi. Ya'ni x barobar -3 nuqta maksimum nuqta hisoblanadi. Hop, minimum nuqtasini topish uchun nima qilamiz? B shartiga ko'ra fx funksiyani -9 va 3 oralig'ida qaysi nuqtada eng kichik qiymatga erishadi? -9 va 3 da qaysi nuqtada eng kichik qiymatga erishadi? Minusdan plusga o'tadigan nuqta qaysi nuqta? Faqat -5 nuqta. Ya'ni hosilasi manfiy, mana musbat, manfiydan musbatga o'tadigan nuqta -5 nuqta. 40-savol. Bizga ikkita funksiya berilgan. Ular A va B nuqtalarida kesishadi. A va B nuqtalar orasidagi masofani toping. Ikkita funksiya kesishsa, ularni tenglashtirib olib, kesishish nuqtasini koordinatasini topamiz. Tenglashtirsak, natijada quyidagi tenglik hosil bo'ladi. Bu 2t barobar t kvadrat. Bundan kelib chiqadiki, t'imiz 0 va 2 chiqishi kerak. Xo'p. Natijada 0 ga va 5 ga tenglashtirib, koordinata uchini koordinat A va B keshish nuqtasini koordinatasini topamiz. Ya'ni 1 va 2, 5 va 4 ekan. 1 da 2 bo'ladigan, 5 da 4 bo'ladigan nuqtalarni
dan to'g'ri chiziq o'tkazamiz va o'sha to'g'ri chiziqning uzunligini topamiz. AB kesmaning uzunligi mana bu formula bilan topiladi. O'rniga qo'ysak, A dan B gacha masofa 2 ga teng bo'ladi. B shartga ko'ra y1 va y2 funksiyalarining kesishidan hosil bo'lgan yuzani topishimiz kerak. Kesishyapti 1 va 5 nuqtada 1 dan 5 gacha integral ildiz funksiyaga nisbatan chiziqli funksiya pastda joylashadi. Shuning uchun mana ayiramiz. Ildizlik funksiyadan chiziqli funksiyani ayirib integrallaymiz va yuzi har doim musbat modul qila olamiz. Integrallaydigan bo'lsak, ildiz x minus 1 da integrali mana 3 taqsim 2, 2 taqsim 3 mana bu ko'rinishda bo'ladi. Birinchi safar 5 ni qo'yamiz. Keyingi safar 1 ni qo'yib, soddalashtirish natijasida 16 taqsim 3 minus 4 barobar 4 taqsim 3 hosil bo'ladi.